الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله Hamda endi o'tgan yurashgan so'zlarimizda aytdik. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan ikki toniqliqda aytuv bilan islom dinine inadi. Şol ikki toniqliqning shartlarini o'tab. Birinchi sharti bitni uni ma'nahan bilirga tegish. Ma'nahan durust ma'nahan bilirga tegish. Agarda durust ma'nahan bilmaha, bu toniqliqning foydasi yo'q. Ikkinchidan ma'nahan bilgandan uning yuragi qabul etirga tegish. O'shuni yoratırga tegish, qabul etirga tegish yuragi bilan. Hamda o'sha ikki toniqliqning talablarini o'targa rizo bo'lirga tegish. Chunki u anlarga tegish bu yovay so'zlar tugul. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh deb aytdim-da, bitdi. Men musulmon jannatga kiraman deb o'ylaw durust tugul. Musulmon deb aytib endi bo'yinlan kishi, islom dinine kirgan kishi, Allohga bo'yinlan kishi. Bu toniqliqlarning talablari bor. Allah Teala bizden nedir talep eder. Lakin o şu hüllerde aytuv bilan niyetlab kishi musulmon dinine kirar. Mangilik cehennem o'tidan qutuladi. Şu iki taniqliqda aytgandan eng birinchi nima ishlarga tegish kishi? Eng birinchi ul o'rganirga tegish 5 vaqt namoz o'qirga. 5 vaqt namoz o'qirga. Chunki bu taniqliqdan Alloh Taolaning eng zo'r talablarining biri. Eng doğru buyruqlarının biri. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Muad isimli sahabehin Yemenga kişilerde dinge öndörge, İslam dinine öndörge, hem de dinlerin üretirge ibergen vakitinde eytavga inneke taqdumu ila qavmin min ehlil kitab فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hüllere ayttıkında hadisi bunun ma'nası Hin barasaqın kitap ehilleri yanındadır. Yemen gabidinde. Onda halk indi tabırhın ular kitap ehilleri ekan. Nima o kitap ehilleri? Kimdir o? Yahud dininde hem Hristiyan dininde bulunsa kişiler. Hem aytdı eng birinchi ularni la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan taniqliqqa chaqirdi. Ya'ni islom dinine chaqir, shol taniqliqlar osha. Shundan ayta, agarda ular o'shaga bo'yin holardi, ya'ni islom dinine inhalar, o'sha ikki taniqliqda aytib bildir ularga Alloh sizga kun hayin 5 namoz o'qirga qo'shadi. Bildir ham ularga o'rgatdi. Bu hadiste indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüllerinden biz asık bilemiz, anlayız. İki tanıklıkta aytib İslam'a kirgenden eng birinchi vazifa kişinin 5 namoz o'qigan. Bu eng muhim ibadetlerden biri İslam'da. Eng muhim ibadetlerden biri. Namoz musulmon bo'lmagan küfürlükte bo'lgan kişiden ayırıp durar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "İnne beynel raculi ve beyne'ş-şirki ve'l-küfr tarkus salat." Bunun ma'nası musulmon kishi bilan küfürlük arasında namoz qoldiruvdi. Agar da kishi namoz qoldirsa, namozdan bosh tortsa, u musulmon bo'lmaydi. U musulmon bo'lmaydi. Namoz endi u Allohning eng zo'r buyruqlarining biri. Aytdik bitindi. Chunki buning bilan hin o'zingning Robbingni buyuklaying namoz bilan.
uğa bosh iyahin. Şunun bilan şu bosh iying bilan uning oldinda o'zingning kamhiningni ko'rsatahin. Kamhiningni yuraging ham taning bilan ko'rsatahin. Taning bilan isbot etahin. Eng buyuk og'zing, bosh, ya'ni manglaying ham tanangni yerga qo'yahin o'zingning Robbing oldinda. O'zingning Robbing oldinda kunna 5 taqir. Bu endi eng zo'r ibodatlardan biri. Hamda Allohga bo'ysungan, ya'ni ham yuragi bilan Allohga berilgan musulmon bilan kafirni ayirib turadi. Kafirni ayirib turadi. Hamda 5 namoz o'rganu bek yengil. Namozni o'qirga o'rganu bek yengil. Shart tugul g'arab tilini anglaw. Qaysi bir kishi aytadi, men namoz o'qiy olmayman, men g'arab tilini anglamayman deb. Bu albatta bu durust tugul. Namoz o'qir uchun g'arab tilini anglaw shart tugul. Shart tugul. G'arab tilida o'qiy biluv, yoza biluv da shart tugul. Alhamdulillah, yotlay turgan qaysi bir suralarni boshqa harflari bilan transkripsiya yoki tatar rus harflari bilan transkripsiyadan yotlab bo'ladi. Yotlab bo'ladi hamda uning tarjimasi bor. Tarjimalari bor ostida. Ham 5 namoz boshqaruv kun hayin ko'p vaqtda olmay. Shunhala yengil Alloh taolaning yengillaytuvi ko'p vaqtda olmay. Bir namoz o'qirga 10-15 minut vaqt yetadi. 10-15 minut vaqt yetadi. Hammani bor kishi boshqara oladi. Bütün kishi boshqara oladi. Albatta. Musulmon endi namozni tuduvchilar o'qiy, mashina yurituvchilarda, kutuvchilarda, yurg'uvchilarda, doktorlarda, injenerlarda, o'qituvchilarda barcha namoz boshqaradi. Barcha namoz boshqaradi. Birovda aytmay mening vaqtim yo'q deb, vaqtimda oladi deb. Alhamdulillah, Alloh taolo qo'shgan ekan, ol bizdan yaxshiroq bila, bizga nima foyda keltirgani. Bizga nima foyda keltirgani. Shulay bo'lganda Alloh taolo ol rizqni beruvchi. Rizq beruvchi. Balki namoz boshqargan kishiga Alloh taolo rizqida baraka beradi. Ishlab kasb etib olgan Alloh taolaning bergan rizqida Alloh taolo unga barakatini beradi. Barakatini beradi. Ozgina rizqi balki unga ko'pga yetadi. Ko'pga yetadi. Bu endi hanalgan ayber. Hanalgan ayber. Ham namoz o'qigan kishi o'zini asl musulmon deb hisoblaydi. Asl musulmon etib to'ya boshlaydi. Ko'ngilida tinchlik to'ya boshlaydi. Ol tinchlik to'yg'an, rahatlik to'yg'an birovda til bilan hiylab bera olmaydi, birovga anlatib bera olmaydi. Chunki hin Alloh taolo hini ne uchun barliqqa keltirgan, shuni o'tay boshladi. Ham albatta aldagi darslarda aytganik, islom dini kishining fitrahi deb. Kishining fitrahi, kishining yoboy tabiiy tuyg'usi, tabiiy hali. Kishi barliqqa keltirilgan Allohga ibodat qilursin. Shunday Balık barlığa getirgen dengizde yedirirsin. Havada yedirirsin. Kuş barlığa getirilgen Allah Teala tarafından havala aşı görürsün. Kişi hem hinder barlığa getirilgen Allah Teala'ya ibadet kılıyorsun. Allah Teala büyükler olsun, zorlar olsun, kemhine olsun aldığında. Onun kuşkanları ötep, teyganlarından tıyılır olsun. Hem kişi namaz okuy başlağı bilen iki tanıklıkta etip, mağanelerini anlap, namaz okuy başlayken rahatlık duya başlayı. Rahatlık duya başlayı. Elhamdülillah. Bunga yetib tur. Subhanakallahumma bihamdika aşhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ve etûbü ileyk.